Telefon sotaman deyaptimi? Yana arzongina ekan. Ushbu kartaga pul o'tkazma qiling, 2 million so'm. Bo'ldi, hozir o'tkazaman. Shofirkon tumanida istiqomat qiladigan 31 yoshli fuqaro aynan mana shunday yaxshi niyatda Telegram messenjeri orqali telefon sotib olmoqchi bo'ldi-yu, ammo aldanib qoldi. Unda biron shaxs Telegram messenjeridagi profil orqali suhbatlashib, soda fuqaroni aldaydi. U iPhone rusumli telefon apparatini sotishini va oldindan 2 million so'm pullarni yuborishini aytib, uni ishontiradi. Pullarni esa plastik karta hisob raqamiga ko'chirishga erishib olib, telefon apparatini yetkazib bermaydi. Orzulari bilan birgalikda pullari havoga uchgan fuqaro esa jabrlangach, tegishli organlarga murojaat qiladi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tekshiruvlar davomida ushbu jinoyatni Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 2007-yilda tug'ilgan shaxs sodir etganligi aniqlandi. Hozirgi kunda uning boshqa xuddi shu turdagi jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Azizlar, siz ham aldanib qolmang, zero sotib olayotgan mahsulotingizni dastlab qo'lingizga oling, so'ng esa to'lovlarni amalga oshiring.